Zloka yolg'on, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, kreditniki rost. Yolg'on. Do'stlar, assalomu alaykum. Bugungi prankimiz Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Boburbek Arapoyev bo'ladi. Bobur aka, kechiring. Biz endi Qoraqalpog'iston Respublikasidan o'tdik. Bizlar Boburbek Arapoyevni tutib berishda, bizga aytgan manzilga olib borib berishda yordam beradigan insonimiz Sanjarbek akamiz bo'ladi. Bobur akaning shogirdlari bo'ladilar. Endi agar urush ketadigan bo'lsangizlarga o'zingiz uzrini so'rab qo'yasiz, xudo xolasang. Ha, usta undan. Xafa bo'lmaymi? Ha. Asa, Alashtirmatmidi. asa qarang, bizlar hozir Bobur aka telefon urib, ya Arizona degan market bor-ku. Ha. Shuni ichida New York fast food ochilgan. Shu New York fast foodga taklif etib olib borib berishingiz kerak xullas. Uni bilan javob berasiz. Telefoning? Ramakan. Qani bro, aytib ko'ring qani. Alo, og'a. Bazen Turdingizmi? oturuyorum ona biraz oturuyorum. Ay, o'zini aytamiz ismida yana ko'p bir Joshada gadim sabim bir. Neden kıyasıktı? Ya endi Toshkentdan shuncha Josh tomonda o'ng'ay bo'lmadi-ku Toshkentdan. O'yanda Josh indimanda. Neden yaşasın, ne yaşasın? Ya bu Arizonada New Yorkdan bir burger osilibdi-ku. O'sha yerga bir borsak, ko'ringlashib, yani ishlar maslahat etamiz ismida yana ko'p. Bak gördün mü lan kızı? Ama bir bar ko'rvadim, zo'r ekan atmosferasi bu bar. Şurada bir çaylası. Keşke konu fazla kolay giderdi. Normal olan. Endi baralik zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Maqtat tutdilar-ku. Neylime ek sabah edip alıp gitkenimizden dolayı. Baralik, ay ko'ringlashib o'tiramiz. Bir chimasatli ko'ringlar ham bor-da, yani bu. Bosib qo'ygan ishlaydi. O'tib ko'ringlashamiz. Kilo ödemez. Şu keyin kayınır ama. Yaxshi, yaxshi. Nechik yaxshi dedi? Jo'shaman degangiz uchun yaxshi dedi o'sha. Xo'p, hurmatli Jo'saman ahmi. aka jo'shasiz. Bugun jo'shasiz, xudo xolasa. Shunning jo'shasiz-ku. Shu jo'shmay ko'rgan odam jo'shdi demaydi. Jo'shdi deydilar. Kommentariya yozinglar, like bosinglar, videoni ishonlab. Ko'rdingizmi? Ay, boraymiz yo'q. Bilmayman, xuchalab oldimi shuna? Astarina deb shuna chiqsammi ko'chaga chiqmasammi deb. Odamlar ichida ekanda, yani yo'q endi. Boshqacha deb turibdilar. Chiqiladi. Nastrina ko'tariladi qayta qolib bilan. Bo'ldi. Kech uxladingizmi deyman? Ozanda soat 8da uxladim. Dağda gözlemem online ekan. Ozanda soat 8da uxladim. Buni bitta bir uxulmaz oldu. Gapirim shu yoqqa olib ketaveriksa bo'laydi. Kunduzgi o'qi bilan kechki o'qi bir bo'lmaydi. Ichmasdan bo'lib kelgan dedi mana. Qo'yinglar ishlaringizni aytinglar, qaramanglar. Tilinib qoladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, qaramanglar. Kechmisizlar, nima aytasiz aka? Sal tezlashib qarasizlar. Vaqtimiz yo'q edi-da. Klientlar qarab turibdi. Şu burger bor, lavash bor, shaverma bor, hot-dog bor. Bu yerga birinchi kelishimiz zo'rini o'g'li. Zo'ri? Hammasi zo'r berdi. Ya, neto narsa yo'q. Tez-tez aytsangizlar, tez-tez aka qaradim-da.
Vaqt yo'q. Yog'latmoq Sen yo'qmi? ertis emasmidingiz? Ha? Ertis emasmidingiz siz? Tamam, sen. Ertissan? Tamam, ertismezler. Ha, ertismasang. Dumam ertismas, necha keladi? Yarim ertis salom necha keladi? Yok, endi san'atkormizda. Ha, san'atkor odam. Ha. Cheeseburgerlarga ikkini. Chizang 2. Pishmagani olaman, apetitini. Sizlarga любой napitkalaringiz bor. Kola bor, choylar bor, soklar bor, Fanta, kola. Nima kerak? Sok ichamizmi? Dim o'ylanasizlar ekanligini. Dim o'ylanasizlar ekanligini. Dim o'ylanasizlar ekanligini deyman. Tars aytmayman. San'atkor odamlar. Onda sokma bor ekan, chiyali soklarni. Shu ya to'yni so'ragan vaqtda to'yni pulini aytganing tars aytib qo'yib tashlaysizlar. Bizi eng muammomiz shuda. Ha. Yo'lda da shuni bo'lsa, suv gaz. Yaxshi nima aytsangizlar tezlashib beringlar, dim gap cho'zilib ketdi. O'zi variant. Voy, tutman-ku, choylar bor, kola bor, Fanta bor, sok bor. O'zi tavsiya etmaysizmi? Shularni tavsiya etaman sizlarga. Nima tavsiya etgan narsani sizlar ichmaysizlar-ku, modasi. Cheeseburger beraymiz. Cheeseburger? Ishida ikkini. Bo'ldi, tamam. Ichmaka? Sok berasiz. Bo'ldi, tamam. Mojito beramansiz ichmaka? Mojito bo'ladi. Bo'ladimi? Tamam. Yaxshi, hozir kelaman. Bunda zakazlarimiz. Bu pul beriladi, afang. Mana reklamaga tushib ketmaysizlarmi o'zi? Birinchi pesatga bering. Persatga nima kerak? O'qityapsizlar-ku, qo'lni yumadingizlarmi? Ha? Siza, unda salfetka bor-ku. Bir reklama emasmi o'zi, pulni berib ketasizlarmi? Instagramda dim reklama netasizlar-ku sizlar. Emas, shuning-ku sizlarda. Ya pulni olasizlarmi? Ha? Men bilan ishimiz tushmoqli, ha, o'zimdan. Ya, endi ertaga salom bo'lgandan keyin ozgina bir so'lashtiribman siz bilan. Bu yaxshi. Bo'ldi, hozir napitgan aytib beraman, problemasi yo'q. Istanbuldan siz. Mana birinchi tarbiya beryapman. Bo'ldi, tamam. Yaxshi. Unda issiq yurakka buzdim mojito. Ketadi-ku. Ot yurakka. Mana eldingizga qo'yasiz. Mana biringizni eldingizga. Podnosda o'tirib yuring, endi sizlar do'kib sochib qo'ysizlar-ku, sal qisqag'lab bo'lgandan keyin. Persatga yo'q edi lekin. Arashtirma aytmaysizlar, qo'lda yuvaringlar. To'ydan qo'lda yeysizlar-ku, yo to'ydan persatga qistirib o'tirasizlarmi? Endi to'yda qashiq bo'ladi, boshqa endi To'yda qashiq bo'ladi. To'yda qo'lda narsa yemaysizmi? Ha? Qo'lda narsa yemaysizmi to'yda? Yeysizmi? Tovuq olib yeysiz, to'g'rimi? Yo'q. To'g'rimi? Asosok olib o'tiringlar. Sizlarga yoqimli ishtaqa yana. Do'kib sochib yemasliklari uchun ulrak podnos olib keldim-da. Ya, do'kib sochib qistanib yeydi dedi. Buni yesak bo'ladimi yo qarab turasizmi? Yo'q, men qarab turganda emas, prosta sizlarga xizmatda turibman-da, prosta. Ertaga bir kun pul berilmay ekan, buni yeb bo'lgandan keyin deb. Shu gaplashib o'tirib ekamiz. Bo'ldi, tamam, aga, farqi yo'qmi? Prosta pul berilmay ekan deb so'rab turibman-da. Hech sizlar bir narsani so'rash ekanimda. Shu artistlarni ko'p ya o'zlari kredit, uylari kredit, mashinalari kredit dedilar, rasmi shu? Tushunmadim. Uylari, mashinalari kredit dedilar. Kimni? Endi aytadilar-da shunday. Rasmisniki ham shuningmi? Meni eshitdingizmi bir shunday narsa? Endi artistlarniki o'pish aytilib turibdi-da. Birinchidan aytdim ya, men sizga aytdim. San'atkormiz. Xo'p. Endi o'zi masterin ham yo'qroqda, endi o'zi lekin xo'p yaxshi sizga tushuntirishga harakat etaman ba'zida. Misol uchun xalqning ichida shunday gap so'zladi, shunda lekin misol uchun menda shaxsan men o'zimga javob beraman, boshqa bir uchun javob bermayman. Masalan, men to'g'risi qarzga hech narsa ishlashni yaxshi ko'raman. Kredit olasiz-da? To'g'ri. Kredit olasiz. Tushunmadim. Qarz emas, kredit olasiz. Вообще qarz ham kredit ham. Ha, qarz ham kredit ham. Yaxshi, Kliplaning. Kliplar, qo'shiqlar. Sana hozir tushuntirdim. Yaxshi, ag'a, uni grubitsiya aytmak kerak. Men prosta qiziq so'rab turibman-da. Ana uchun men ilmaydi, odamda ham men ish uchun arzon mashina minib yurgani yo'q-ku, doim ham 200 ga arzon mashina emas-ku, to'g'rimi? Tanapani odam ola olmaydi-ku, to'g'rimi? Usta aka? Ha, o'zi ham ustamam era. Kreditmi adak ko'radi. Tushunmadim.
izdovat etdim. Yo'q, endi izdovat etaman abi. Xafa bo'lmadi, o'z настроением yo'q ma'lum shu tursanda. Yana kim bugun? Yaxshi og'a, unda grup etmak kerakmaydi-ku, normalniy so'rashaveradi. Ha, qarab bilasan tushundiraman. Aha. Men o'zi birinchi kelishim berdim. Yo'q. Hozir birinchi kelishimda o'zingga yag'ar yoqmas отношение qilib, meni o'zi yerim o'ynab tursanda. Qamoqchalik. Emas, вообще men oddiy odamman. Men san'atkorman deb o'tirganim yo'q bularda. Вообще sen kelgan klientga normalniy qarashing kerak ma'lum. To'g'ri, yengil. Men no chamiz o'llaga, chamiz xizmat oldimi? Просто xizmatimni aytdim, просто qiziqqanim uchun muxlisingizman-la. Av qo'shiq ko'z yaqadimi, bilasizmi? Qaysi qo'shiq ko'z? Meni unut gulib hecham qarama, meni unut. Osh qo'shiqni kim ma'qul? Osh qo'shiq ko'z yaqadimi? Tumxona to'g'anma shu qo'shiq ko'z. Chetim bor. O'sha bossiz. U qo'shiqni men aytmadim. Yo'q, qo'shiq aytgandan вообще biz Esa Tamarani satganmiz sen. Tamara. qara, yo'q. Bu yerda ovqat yemizmi, sen bilan gaplashamizmi? Endi bir qiziqqanim uchun savol so'ratibman. Boy bu yaxshi kibrlanavermang unda deb, kibrni ozgina sirdalar. Bu xalq bilan bo'laveradi. Вообще-то. Artistlar o'zi emas kibr olmayman. Yaxshi yuvering, men sizdan hozir turganim yo'q-ku, og'am bilan so'rashtiribman. Yaxshi, siz yuvering demas, sizga so'rab turganim yo'q-ku, og'amga so'rab turibman. Don turibman, donaganim uchun aytib turibman qo'shiqlarni. Muxlisaman, shuncha aytib turibman. Hozir просто sen uyda jamoat joyida bo'lganda men sening hurmatini qilib turibman. Men ham sizga hurmat izlataman, og'a. Oddiy shay fanatizman lekin. Misol uchun sen ishing ishlab tursan, ba'zan men sana borib turishni aytsam, sen sana yoqmaydigan gaplarni so'ylab tursam, yoqmi? No yoqmaydigan gap. Kredit. Yo, rasku kreditliki rasku, og'a, nosini yashirasiz uni. Qara. Yaxshi, mana pulni to'lab ketchakmiz, shuni ayting. Sizlarda yemasdan oldin to'lash kerak. Yo, yemasdan to'laydi emas, bir ikki ko'raman-da, ko'ri ko'p, giyinsang ham istoriya olib, boshqa aytib, istoriya bilan qutulib, yeb ichsang ham istoriya bilan qutulib, mashina olsang ham, boshqa aytsang ham istoriya bilan qutulib qo'yaverasizlar-ku. Ishing ishi. Yaxshi, men ishimga ishlab turibman. Ishing ishlab turibsan. No bo'lib turibdi, no problema bo'lib turibdi, og'a. Men Sen so'ylab turganing bu yerda problema bor. Grup etmayman so'layvering, yaxshi, og'a. Chet so'laganman. Chat so'layandana? Ha. Chat so'layganim kerak siz, og'a. Dim grup tashamadingizmi? Tushunmadim. Dim grup tashamadingizmi? No, undan turib cheksin. Ha? Undan turib cheksin. Ne problema tugar? Undan turib cheksin. İşte seni. Ha? Şeyde seni. Chat bilasiz. Ha? Chat Hemen bilasiz. nasıl et bilemezsin. Okay. Hemen Artist adam shundan kibr bo'lmayman. Artistlar emas. Men sana oddiy odamda so'ylashdim. Ha. Bu yerda Men gapingiz sen bilan o'tadi. sahnada turib so'ylashtir qolib. Bu yerda gapingiz o'tadi-da. Gapim o'tganda men birovga ishonmayman. O'zimga ishonaman. Ha, shu. Men sizga ishonasiz. Siz o'zi rahbarim bormi bu yerda? Bor rahbar. Chaqir, siz Bo'ldi. Chaqiramiz hozir. Bu yerda yo'qadi-da rahbar. kim o'zing bilan so'lashamizmi? Avval o'zim bilan so'lashaveramiz. Chiq, sirtqa. Bo'ldi, farqi yo'q. Men sizdan xohlang yerimda so'lashaveraman, og'a. Problemasi yo'q. Xolos hozir bu yerda, xolos hozir ko'chadan so'lashib beraveraman. Prosta kibrni sindira ozgina. Kibr yaxshi narsa emas. Suprado mindim, artistman, qo'shiq aytaman degan gap yaxshi gap emas. Pravdodan sendan bir narsa so'rab bordimmi? Yo'q. Mendan so'rab bormadi o'zkudan. Prosta ozgina bir kibrni sindiraveradi. Biz kredit sen kafil bo'ldingmi? Men kredit olsam. Sparkda yursak ham bir normal yuribmizdan ko'chada. Yo'q, olmaydanga bersin brach. Ha. Olmaydanga bersin agar Sparkda yurasan o'sha hammam o'sha. Men ham orzu etganman Sparkda yurishni. Bo'ldi, shundan ham yaxshi. Xudoyim beraman desa 1 minut. Shu vaqtda o'zingiz bir eslab qo'yaring-da. Men eslab qo'yib, men eslaganimiz yo'q. Prosta sen menga Yaxshi, qo'lingizni olib so'layvering. Ishlasang. Qo'lingizni olib so'layvering. Qo'lingizni olib so'layvering. Grup etmay. Qo'lingizni olib grup etmay so'layvering. Nerga gap qildingmi? Yo, rostdan qo'limni olib, "No, artistmanda ham urishsin" deganim ya. Artistmanda ham urishsin deganim ya. Yaxshi ovqatlanavering, men sizdan og'izlaringizni bekladim men. Al. Indamayasan. Artistmanda juburdan o'radi ekan. Bizi bir birinchi ishga turibman-da, sana birinchi ishga. Xo'p, yaxshi. Ma'mur etib yotibsan. Nomuomala etdim men sizga. Ne muomala etdim men? Men ishga turibsan boshqa. Necha etdim men sizga? Kredit, sen nishing bor, sen kredit Rasku, kreditliki rasku. Xalqdan yashirasizmi? Sen menga kafilchilik etdingmi deyotirman. Aytgandan aytmayanda kredit bir rost doğrusunu doğru tan olib aytib qo'y. Isma sana guruh. Ma'qul ne yap qarandi. Shundan uchun so'ylab tursan. Prosta kibrni sindira oldi, ozgina kerakmidi unda bilishni gap Kibrda so'zlab. Kibrda emas. Bu yerda bilat guruh bitsa yoqib. Sen Normal bo'laveradi. Deb so'ylashgan. Bu yerda iPhone'ni olib, ochkilada, Pradolada kelib, odam pisand bilmay. Ama muxlisizman deb so'ylab turibman men. Unday bo'lmaydi muxlis degan. Unday bo'lmaydi. Ish bo'ladi. Unday bo'lmaydi. Ish bo'ladi. Unday bo'lmaydi. Gap turib rasman tushib ketaymi men.
Ты вообще издеваться tursan bana. Men noga izdovatsiya emasdi. Prosto men muxlisizman, hurmat etib keldim. Shu xo'sh ko'zni fanatimon deb turibsiz. Hurmatingmi shu sen? Ho? Hurmatingmi shu? Ho? Qarız, boshqa. Yo, rostmi? Rostmi? Haqiqat gapni so'zladi, rostmi? Yolg'on. No yolg'on. Yolg'on. No yolg'on. Yolg'on. Qaysi yolg'on? Hammasi. Qarzliki yolg'on, to'g'rimi? Ho. Akreditniki rost. Yolg'on. Bobur, assalomu alaykum. Bobur, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sağ yaxshimi? Qarman, hammasi yaxshi. Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Boburbek Arapboyev. Yo'q, Arif. Qaltirayapsiz, bag'in, nashim qaltirab tursiz. Jolum yo'shtatdingiz-ku. Nechga oldu? Men istoriya qo'ygandim 3-4 kundan. Beruniya, Qoraqalpog'istonga o'tdim. Toshkentdan 1-2 kun o'tdi kelganman. Görmedinizmi? Men endi nov gap so'zlar bo'ldi. Yo'q, Arif bilasada. Nima? Sana shu vaqtgacha bir hazillashganimni ko'rdingmi? Yo'q, Yo, yo'q. aldaganimni ko'rdingmi? Yo'q, ağa. Вообще men birovga hazillashib, birovga aldaganimni ko'rdingmi? Yo'q, ağa, görmedim. Men o'zi shu narsani yomon ko'rganim uchun birovga hazillashmayman ham, uy boshqa narsani Ha, qilmayman. hazilni yoqtirmadingiz. Ha. Yetib turgan ush bo'lib turibdi bu. Endi ağa, men yaxshi ko'raman-ku, birava hazillashishni. Men hazillashib turibman, men hamma ko'tarib turibdi. Yo, просто birovda ya sendan qarz olib turib, Endi biz Ya, shuni kimlar? bilganimiz uchun ham shan tarafdan keldik. Siz hech kimdan qarzi yo'q, krediti yo'q deb bilganimiz uchun shu temadan keldik siz. Bo'lmasa boshqa bir og'riq nuqtasi topib bo'lmadik ağa. Ağa, rozimisiz hazilimizga? yo'q. Ha? Yo'q. Rozi bo'ling. Bana gel. Navzading duymangam Shu aytdim-ku, duymasi bo'lmoqsi. duymangam debapti-ku. Ağa, hazilimizga rozi bo'ling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, yana muxlislaringiz sizni yaxshi ko'radi. Biroz Birinchi kelishimda. Xo'sh ko'zga fanatimon. Asa, men unutaman. İslam'a falan ko'mamandan. Bobra, bizdan hazilimizga rozi bo'ling. Endi shu Xorazmdan kelib, Urganchdan kelib sizga hazillashib turibmiz. Shuning uchun kechirimimizni qabul etasiz. Va shuning uchun Deb mehmonlar bilasa deb bilimimizdan lekin atak Arif bu narsa kechirilmaydi. yo'q. Ha. Yozib bermaysizmi? Yo'q, men endi erkakchilikka to'g'ri kelmaydi. Shundan. Qarzlan, nov dedingiz? Nov deyman. Shu. Ozgina bir hazillashdik. Do'staka ish qilib shu diyar meniki emas. Ha, yo'q. Diyar meniki emas. Ha, diyarsan. Men buni mana shu Ukam diyar bilan gaplashib o'tdi. Xullas ağa, hazilimizga rozi bo'lasiz, hurmatli do'stlar. Men bedanov. Ha, aytgancha. Bizlar o'zi asosiy sizni tutib bergan Sanjaran bo'ladi. Sizni sho'rak kelib bergan. Ha, Sanjaran bo'ladilar. Siz oxirdagi o'rda u gap yo'q edi, qahmi, mana urchib ketadi, boshqa-da va cho'kadi. Sen ko'chib ko'taverasizmi bu yoqqa? Endi o boshdan undaman. Prosta bu ozg'ina bu hazillatamiz-da. O'zingizdan chiqadi deydi. Samadonimga qarab. Ha, Bobura turib turing siz. Yo, endi hazillashib turibdi-ku, ha. Prosta bu Asa Sanjarbek bundan buyon bize bilan ish qiladi, ijod qiladi. Bobur adamız chiqib uzrimizni so'rab qo'yamiz, hurmatli do'stlar. Hammangizga rahmat, sog'-salomat bo'lsa, videoning chiqib bo'lganini to'g'risi men ham bilaman. Montaj bitgandan keyin sizlarga qatoriga ko'raman. New York Fast Food Beruniy tumanida Arizon Mall'ning ichida ochildi. Bemalol kelib yeb ko'rishingiz mumkin. Reklamamizni Abdushay Bobur Arapboyevdan o'zini borib so'raymiz. Rahmat, sog'-salomat bo'lsa. Abdushay